Assalomu alaykum barchaga. Bugun xudo xolasa yana bir zakasimizni topshirdik. Tezroq qisqacha obzor qilamiz. Duo berasiz o'zlaringiz. Bu ishimizni Samarqand shahar Qorasuv masjidiga tayyorlab berdik. Spalni komplekt tayyorlab berganmiz. Bir xil qilib. Xudo xolasa mana obzorni boshladik. Matras spalnini matrasiga keladigan bo'lsak, super ortoped qo'yib berganmiz. Oldindan ko'rsatamiz. Materiallari ham mo'shni. Past qismlari polni yumshoq machalga tortib berganmiz. Polni krugoy. Xudo xolasa zo'r chiqdi. Tepalari bilan bir xil bo'lib. Tumba qo'yganmiz. Tumbalar polnisda vakuum sistemada, xudo xolasa. Telefon qo'yib qo'yadi ustiga. Shkafimizga keladigan bo'lsak, shkafimiz 280 ga 280 razmerda bo'lgan. Ruchkalari ham juda o'ziga mos holatda turibdi. Ichki tomonlari mana bu jenskiy ikkita eshigi jenskiy qilib berganmiz. Ayollarimiz uchun. Bu o'rta esa bu o'rtaga polka bo'lgandan keyin pastki tomoni shunaqa tortma qilganmiz. Vakuum sistemada ham tortmalar ham. Bu tomon esa murskoy kuyov bolaga. Xudo xolasa ikkita veshelka qilganmiz, kiyim kaltaroq bo'lgani uchun. Erkak kishilar odatda kiyim kaltaroq bo'ladi, shuning uchun ikkita veshelka qildim. Bu yerga sefcha qilib berganmiz. Sefcha ham kaltlarim bir-biriga tushib ketmaydi bu. Xudo xolasa joyida. Masa tortmamizni tremomizni keladigan bo'lsak, tremamizni avvalgi shaklda qilib berganmiz. Katta oynasini. Bu yerda esa adilni oyoq bilan ko'rsatadigan oyna qo'yib berganmiz. Ichki tomonlari bu bezuvchi holatda bo'lgan. Ichki tomonlari mana shunday polkada bo'lgan. Xudo xolasa. O'rtasi mana shunday adilni bitta tortma. Bu tomonda 4 ta tortma qo'yganmiz. Shunday. Xudo xolasa trimolari ham joy-joyida bo'ldi, xudo xolasa. Mana shunaqa ishlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, men malol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bundan ham yaxshilarini tayyorlab beramiz, xudo xolasa.